Agar qarama, Hindistonliklar yaxshi ham shu Trump tog'amiz umuman Hindistonliklardan Amerikaga kirishga zapret qilib qo'ydi. Student bo'ladimi, talant bo'ladimi, pidir bo'ladimi farqi yo'q. Akalar Amerikada aktivna Halloweenga tayyorgarlik ketyapti. Polni o'yinchoqlar, kiyimlar, hamma narsa o'sha Halloweenga moslashdi. Men qaranglar, hattoki mana onayni to'kurdi, to'ta ko't. Xullas, bunaqa ayiq polvonlarga ham o'sha skeletlar chizib qo'yishibdi deb kulishgan bor ekan jiyanlar. Mana shunaqa vaziyatdan chiqib ketkim kelyapti-da, mana Qoravoyda osilib qolgan turmagan asbobiga o'xshaydi ekan. Mana qaranglar, vazalar, har xil o'yinchoqlar, mashinaga iladigan. Men sizlar bilan bo'lishay dedim-da. Mana qaranglar, skeletlarda. Bittasini olib, ichiga bir 2 kilo steak tiqib, og'ziga mikrovolnovkada isitib, og'zini ochib, hacha og'zi ochilmaydi ekan, foydasiz steak ekan. To'y skelet ekan. Mana qaranglar. Dumg'aza suyagi rakam qo'ysanglar, sizlardan ham shunaqa ko'rinamidi? Ishib turadi ba'zi qizlarda, bilasizlarmi? Nimaga shunaqa ekan? Juda ham bema'ni bola ekan, mana juda ham ko'p so'kinaman ekan. Mana qaranglar. Zo'r, atmosfera. Bizda shu shipirgalar bilan tursiyalardan boshqa hech narsa sotilmasa kerak bu yerlarda-yu. Baqqani skeleti ham bor ekan. Mana qaranglar. It skeletlari. Mana yerda ham qanaqadir go'shli odam ekan bu. Va mana shunaqa qolgan narsalar, akalar, nakleykalar, polностью xullas Halloweenga tayyorgarlik moshina ketyapti. Meni so'kinmen degan ko't.